Assalomu alaykum hammaga. Tutzar 18-uydagi kotyolimizni qo'yib berdik. Xudo xolasa kotyolimizning ko'rinishi Zevur kotyolu. Kotyolimiz yine 45 gradus bo'lib turibdi. Morlarni samoratib beryapmiz. Bu kotyolimiz ko'chada joylashdi. Arka taraflarında yonbosh kodlarında qo'ydik. Variant yo'q. Morisi 5 metr bo'ldi. Morlarni samoratib uzatib beryapmiz. Ajoyib etib taxlab berdik. Kotyolimizning bahosi 10 million bo'ladi. Bugungi kunda 20-noyabr 2025-yil. Keyingi kotyolimiz yonboshindagi konshisi bo'ladi. Shu kotyolni ham qo'yib, ertaga xudo xolasa taxlab beramiz uni ham. Hozir challarni ko'rsataman. Challarimizni bir oy oldin taxlab bitgan edik. Xudo xolasa yana kraniklarni qo'yib, obratga podachali bo'lib o'tib turibdi bu xonadonimiz. Уже tayyor bu xonadonimiz ham yana. Görüşleriniz mümkün. Xudo xolasa bir yerinden ham chiqib ketib so'kkani yo'q. Ajoyib bo'lib, akkuratli bo'lib o'tib turibdi. Bu yerimiz zal bo'ladi yine. Bu yerning turbalari plastik turbadan o'tib turibdi. İki yanında iki kraniklarimiz bayna. Joyimiz уже 100% malarkiyadan chiqqan yine. Hazır bu xonalarimizdan уже döşep qo'yibdilar. Bu xonamiz registr. Kotyolimizning obratkalari, podachilari plastik turbadan o'tib turibdi yine. Cho'llarini stekvata bilan o'rab, bu yerni kotyolxonani o'rab oladilar. Ajoyib bo'lib ishlatiradilar xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.